Soatni qara, yangi. Ya omadsizlik ham jonga tegdi. Uzr, Ziyod. Ey, xijolat bo'lma. Ustiga ko'rsatamiz. Nima deding? Ustiga ko'rsatamiz. Davay usta bo'lamiz. Davay usta bo'lamiz. Ish qatta olamiz. Ish qatta olamiz. Da jonim bolalar bilan Sibirda kofechi biznes plan tuzotuv dedi. Mardikor bozorga chiqamiz. Sendan o'zga ana Sen 4 ta login. Yahkilaring ish bor. Ana. Assalomu alaykum. Xullas ish bor. Nima ish bor aka? Faqat og'irroq ishda. Qilamiz. Kamroq to'layman-da. Qancha? 80 ming. Kinoda ko'rganman. Hozir u muhtojlardan qidiryapti. Bizani sinamoqchi. Uyga borsa ish qildirmaydi, ko'p pul berib yuboradi. Da, to'g'ri. Davay. Go. Davay. O'tirlaring. Xullas mana shu uy, ana kanalizatsiya ertalabgacha bitirlaring, хорошо? Ertalabgacha deyaptilar. Ishonlaring bizani yaxshilab sinayapti hozir. Agar ertalabgacha ish qilib kamida bitta bevaydini pulni olib ketamiz. To'g'ri. Qaysi biri? O'zing keldingmi? Ha. Bolalar odam to'kursa boshdan oyoq ko'zini oldidan hayot o'tib ketar ekan, ha? Ha, shunaqa. Mana asr boshgan ekan. Asr? Ha? Sani qizing bilan 3 yil oldin seni sevishgan. Sen buni bilarding-ku? Esingdan chiqmadi? Yo'q, просто aytgim keldi. Pul berdimi? Yo'q. Bola. Bu yoqqa yurlaring-da. Nima degandim? Pul beradi ketadi. Mana mana shu shlaka blokku ukajonlarim. Ichkariga tashib yuborish kerak. Ha? Давайте. Nima deyaptilar? Ishonlaring, normalniy sinayaptilar boru. Yaxshigina sum olib chiqib ketamiz. Go, qiraylik. Ha, to'g'rilab. Aka biz bo'ldik. Bo'ldilaringmi? Ha. Voy, qanday yaxshi. Nima degandim? Ha, qatga qo'yuvdim ha buni. Ha! Ana! Men bu senlarni ish haqlaring. Salomat bo'laring. Voy. Senlar bilan nech pulga kelishuvdik? 80 ming. 20 ming zdachib bermadinglar-ku. Ha, bering. Katta pul beradi deysa. 20 ming so'm zdachini ham so'rab oldi-yu. Qo'yaverlaring. Zato 100 ming deb oldi-ku. Ha, u narsamiz ber pul. Yo'q, menda emas pul. Pul ber. Menda emas. Asldami? Qancha tashlash kerak edi jonim? Pul qani? Allo? Rahmat jonim, tushdi.